Bir ayol shunday hikoya qiladi. Yo'qotilgan o'zim haqimda. Bir kun men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qayerda? Eslolmayman. Balki birovni xafa qilmaslik uchun o'zimdan voz kechgan joyimda qolgandirman. Balki hammaga kuchli ko'rinish uchun ichimga yutgan paytimda yo'qolgandirman. O'sha kundan beri o'zimni eslayman. Men o'zimni sekin yo'qotdim. Birdan emas, har safar mayli deganimda, har safar menga baribir deb yolg'on gapirganimda, har safar ichim og'rib turgan paytda kulib qo'yganimda. Shunday qilib ichimdagi men asta-asta jim bo'lib qoldi. Endi ko'zguga qarasam, tanish yuzni ko'raman xolos, lekin tanish odamni emas. Bu ko'zlar bir paytlar orzu qilardi, ishonardi, kutardi. Hozir esa faqat charchoq bor, savollar bor, javobsiz qolgan tunlar, tonglar bor. Eng og'rig'i hech kim seni yo'qotganingni sezmaydi, chunki sen hali ham shu yerdasan, yuribsan, gapiryapsan, yashayapsan deb o'ylashadi. Aslida esa sen allaqachon o'sha eski joyda qolib ketgansan. Men o'zimni qayta topamanmi, yo'qmi, buni bilmayman. Lekin bilganim bitta. Eng katta yo'qotish bu kimnidir emas, o'zingni yo'qotishdir.